kecha milliy sertifikatimiz natijalari chiqdi. Bu natijalar bizni juda quvontirdi. Bu o'quv markazimiz tarixida birinchi bor milliy sertifikat guruhi tashkil qilindi. Guruhimizdagi o'quvchilarning soni 12 ta edi. Hop, topshirgan o'quvchilarimiz hammasi, o'quvchilarimiz deyarli hammasi milliy sertifikatda natijalarni qo'lga kiritdi. Assalomu alaykum. Ismim Mirjalol. Yoshim 18 da. Assalomu alaykum. Ismim Marjona. Yoshim 18 da. Orzu o'quv markazining matematika yo'nalishida Isoqov Temur Malik ustozning milliy sertifikat guruhlarida tahsil oldim va 82% milliy sertifikatni qo'lga kiritdim. Men ham Orzu o'quv markazining matematika yo'nalishida Temur Malik ustozning milliy sertifikat guruhida tahsil oldim va 87% natijani qo'lga kiritdim. Albatta boshqa milliy sertifikat olish qiyin deb o'ylagandim, ammo ustozlarimning samarali mehnatlari va ota-onamning menga bo'lgan ishonchlari orqali buni uddaladim. Ushbu natijaga erishish uchun 7 oy davomida mehnat qildik va o'zim xohlagan natijaga erishdim. Keyingi maqsadim fizika fandan ham yuqori ko'rsatkichli milliy sertifikatni qo'lga kiritish. Milliy sertifikat olishimga yaqin va yordam bergan Orzu o'quv markazining o'qituvchilariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Agar siz ham yuqori natijaga